Teri qog'ozning ikkinchisi. Men butun vujudimdagi muhabbat bilan bugunni kutib olaman. Chunki bu barliq muvaffaqiyatning eng cho'ng siri. Zo'r kuch bilan biror qalqonni yerib etish, hatto hayotni xarob qilib etish mumkin. Lekin muhabbat cheksiz qudratga ega. Odamning ko'ngil ko'ksini ocha oladi. Muhabbat san'atini egilashdan ilgari men faqat bozordagi arzimas choparman hisoblanmayman. Men muhabbatni eng qudratli qurolga aylantiraman. Uning qudratiga hech kim teng kelolmaydi. Mening nazariyimga balkim ular qarish turar. Mening gap so'zlarimdan balkim ular gumonlanar. Mening kiyinishlarim balkim ularning ko'ziga sig'mas. Mening chiroy shaklimni balkim ular yoqtirmas. Hatto mening arzon bahoda sotgan mahsulotlarimga ular bir ishonib, bir ishonmasligi mumkin. Lekin o'tliq quyosh to'nglab ketgan zaminni illitgandek mening mehr muhabbatim ularni cho'qin ildirdi. Men butun vujudimdagi muhabbat bilan bugunni kutib olaman. Men qanday qilishim kerak? Bugundan boshlab men hamma narsaga to'lib toshgan muhabbat bilan qarayman. Mushunda qilgandila yangi hayotlikka erisha olayman. Men quyoshni so'yman. U vujudimni illitadi. Men yomg'irni so'yman. U ruhimni poklaydi. Men yo'riqlikni so'yman. U menga yulduzlarni namoyon qilib beradi. Men xushallik istayman. U mening ko'ngil ko'ksimni ochadi. Men qayg'u alamlarga chidayman. U mening ruhimni yuksaltiradi. Men foydani qabul qilaman. Chunki men uning uchun ter oqqizgan. Men qiyinchilikdan qo'rqmayman. Chunki ular menga xirs qilish kuchi ato qiladi. Men butun vujudimdagi muhabbat bilan bugunni kutib olaman. Men nima desam bo'ladi? Men dushmanlarimni madhiylayman. Ular do'stimga aylanadi. Do'stlarimni rag'batlantiraman. Ular qo'limga qo'l, putimga put bo'ladi. Men imkon bor boshqalarni madhiylayman. Chekimchilik qiladigan, boshqalar ustidan egiz past gap qiladigan ishni hargiz qilmayman. Boshqalarni ayblashga to'g'ri kelganda levimni tishlayman. Madhiyalashga to'g'ri kelganda ovozimni bo'lishiga qo'yib o'taman. Uchar qush, salkin shamol, dengiz to'lqini, tabiat dunyosidagi jami mavjudot eng go'zal, eng ta'sirli naqshlar bilan Tangrini madhiyalab o'tadi. Men o'xshashlar ta'sirli naqshlar bilan uning farzandlarini madhiyalayman. Bugundan boshlab men bu sirni esimda chin saqlayman. Bu mening turmushimni o'zgartirdi. Men butun vujudimdagi muhabbat bilan bugunni kutib olaman. Men qanday qilishim kerak? Men har bir odamning so'z harakatini yaxshi ko'raman. Chunki ba'zida sezib olg'ili bo'lmasa-mu, har bir odamning qoyil qiladigan mijoz xarakteri bo'ladi. Men kishilarning yuragini besib turgan tomni, gumon va nafrat bilan to'shgan qo'rishov tomni muhabbatim bilan gumron qilib o'taman. Kishilarning qalbiga tutishadigan ko'vrik solaman. Men jasoratlik odamlarni yaxshi ko'raman. Ular menga ilhom berdi. Men mag'lubiyatga uchragan odamlarni so'yman. Ular menga saboq berdi. Men esil zotlarni so'yman. Chunki ularmi oddiy odam. Men adablik, kamtar odamlarni so'yman. Chunki ular oddiy odamlar emas. Men zardorlarni so'yman. Chunki ular tanholik ichida yashaydi. Men namratlarni so'yman. Chunki namratlar to'limi ko'p. Men bolalarni so'yman. Chunki ular samimiy, sodiq. Men peshqadamlarni so'yman. Chunki ularning ko'zlaridan ma'yuslik chiqib turadi. Men ko'rimsiz odamlarni so'yman. Chunki ularning yuragi to'lim tinch bo'ladi. Men butun vujudimdagi muhabbat bilan bugunni kutib olaman. Men boshqalarga qanday javob berishim kerak? Muhabbat bilan. Muhabbat boshqalarning yurak qetini echishimdagi ochqich. Nafrat qilichi va g'azab naysidan mudofaalangan qalqon. Muhabbat nafratni muhabbatga aylantira oladi. U mening tijorat yo'lidagi til tumori. G'eriblik his qilganda menga yor yo'lak bo'ladi. Umidsizlanganda meni ruhlantiradi. Hayajonlanganda meni tinchlantiradi. Bu xil muhabbat kundan kunga kuchayib boradi. Meni qo'g'daydigan kuchga aylanadi. Kunlarning birida barliq mavjudotlarga bemalol yuzlanadigan bo'laman.
Men bütün vücudumdaki muhabbet bilen bugunni kutib olaman. Men uchragan har bir odamga qandoq ko'zli qarashim kerak. Faqat bir xil usul bor. Men ularga ichimda baxt tilayman. Bu unsiz muhabbet mening ko'zlarimda chaqnaydi. Qoshlarim orasida ifodalanadi. U mening javg'aylarimga tabassum, ovozimga kuch ato qiladi. Bu unsiz muhabbet ichida uning qalb darizasi menga eshiladi. O men tunishtirgan mollarni rad qilmaydi. Men bütün vücudumdaki muhabbet bilen bugunni kutib olaman. Eng muhimi men o'zimni so'yayman. Shunda qilgandala men o'zimning badani, ideyasi, ruhi, kallasi va yuragiga kirgan barliq narsani astoydil tekshirlayman. Men jismoniy havasning kayniga hargiz kirmayman. Poklik va tezginlash ishida badanimni asrayman. Men yomon niyat va umidsizlikning kallamga kirib olishiga hargiz yo'l qo'ymayman. Aql va bilim bilan uni mukammallashtirib turaman. Men ruhiyatimning qanoat patqiqiga petib kelishiga yo'l qo'ymayman. Tafakkur va ibodat bilan uni sug'urib turaman. Men ishtorlikqa hargiz yo'l qo'ymayman. Har qanday narsadan boshqalar bilan teng bahramand bo'laman. Butun dunyoni illiqlikka to'ldiraman. Men bütün vücudumdaki muhabbet bilen bugunni kutib olaman. Bugundan boshlab men barliq odamni so'yayman. Mening qonlarimda nafrat degan narsa bo'lmaydi. Mening so'yishga vaqtim bor. Nafratlanishga vaqtim yo'q. Hozir yaxshi odam bo'lishning birinchi qadamini bosdim. Menda muhabbet paydo bo'ldi. Men kelgusida ulug' bal sotquchi bo'laman. Talantim, bilimim yetarli bo'lmasimi, muhabbet orqali muvaffaqiyat qozanaman. Aksicha muhabbet bo'lmasa, sen ming talantlik, ming bilimlik bo'lib ketganing bilan mu, oxiri baribir mag'lub bo'lasan. Men bütün vücudumdaki muhabbet bilan bugunni kutib olaman.